Menga cheksiz energiya beradigan narsa bu insonlarni hayratlanishi. Ba'zida kuchli, ba'zida nol emotsiya qabul qilaman. Fokus bu qobiliyat va shu qobiliyatimni butun dunyoga ko'rsatish maqsadida yo'lga chiqdim. Bizda ikkinchi manzil Gullar shahri Namangan. Yema! Ko'chaga olib chiqib aylantirib turadi, keyin yo'lga chiqqanimizdan beri birinchi marta gastitsada qolamiz. Tarixga to O'zbekistonda yagona bo'lgan charxpali amerikanskiy gonkoyda uchib ko'rish. Qo'qonda syomkalarni tugatib bo'lgandan keyin ertalabdan Namanganga yo'l oldik va yo'l-yo'lakay orzuyimni amalga oshirishga ham ulgurdim. Sal g'alatiroq. Bu jinnilik emas, prosta bosib ketayotgan paytda signal chalgim kelardi. Gapitmisiz? Ay mama, как дела? Ой, бай, ай бай. What's up? Qolaysiz. Yep. Ko'rding. Nima qilib qo'ydi? Toshkentdan Vashaqacha keldingizmi? Toshkentdan san oldinga keldim. Уважаемый дамы и господа, biz hali Namanganga kirib kelmagan edik. Sidevorda turganimizda mana shuncha armiya. Добро пожаловать в Namangan. Nima gap? Hozir mana hamda gap etdi. Toshkentdan shu yergacha keldingizmi dedi. Men Toshkentdan shunaqa sizlar bilan ko'rishish uchun kelyapman-da. Mazgilar, like bosmasanglar nima bo'ladi aytinglar? O'tib qolmaysizlar, shunda like spachkani berasizlar. Keyin nima bo'ladi? Bilmadim. 100 mingta bo'lamiz. 100 mingta bo'lib knopka olamiz. Mazgilar. Davaychi. Maktab tugamadimi hali? Yo'q. Dars bo'lyaptimi? Ha. Nima qilib yuribsan? Kir darsingga. Tartib qo'ygan. WhatsApp. Nechinchi sinfsizlar? Men to'rtman. Sen to'r. 6gacha bor. 6mi? 7 ham bor. Biz 6miz, 4dan 6gacha. Necha 10 gacha o'qiydan bo'tdi, 11 gachami? 12gacha. 12-sinfmi? 12 sinfgacha. Keyingi yildan 12-sinfgacha o'qiyman. Ha, 6 tushunarli. yoshdan nassalar, vallahi. Yusuf! Voy, bile. Mazgi baqirishini qara uni. Gamit yapatdi. Voy, sekinroq, urmaylar bir-biringlarni. Qayda o'rgangan? Chiqdan qayda o'rgangansiz? Otakash. Nima berasiz? Xudo bergan xudo. Bo'ldi, bizga ketishimiz kerak. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Sekin. Bitta fokusingizdan Ketishim kerak, kuchyapti meni. WhatsApp. yana qachon kelasiz? Shotdami 2 kun? 2 kun shotdami? Ha. Короче, bolalar, biz Namanganga kirib kelishimiz shunaqa fayzli bo'ldi. Endi ichkarida nima bo'lishini bilmadim. Videoni davomini ko'ringlar. Pagnali. Stop. 1 2 3 ga. Hali 3 ga sanamadim. 1 2 3 Gambitsila. Turistlarga o'xshaganmanmi? Onajon, o'g'lingiz musofir. Musofir yurtda qiynalib, bolamni Короче, uyg'ondik, tirildik. Sharabara, Shahrida ham qani bersan ko'rsatib qo'y. Mana o'ynab bor. Yo'lga chiqqanimizdan beri birinchi marta gastitsada qolamiz. Qo'qonda uyda kutib olishdi. Bu kim edi? Chaqirma bo'lib chaqirdi. Kim bu? Endi mana gastitsaga joylashdik. 12 da uyg'otib Sibbalsa dedi. Okey dedim. Kaltini topshiramiz-da. Uy yo'liga o'xshab ko'chada yuramiz hozir kalta qilib. Mashinada. No, bizda mashina bor. Hech kim mashinada ham qulab uramiz. Anasiyo. Yep, pagnali. Har bitta tumanga bitta qo'yib chiqishibdi. Mingbuloq, Kosonsoy tumani va Namangan. Kitob ekan bu. Odamlarning ism familiyasi. Ahmadjonov xani tug'ilgan yili noma'lum ekan. 41-yil, 43-yil urushda o'lganlar bular. Qaysidir Mazgi 2021-yil tug'ilgan deb yozib qo'yganmi bilmayman. Beparasat. Topib qo'ya qolgan. Va mana dodam ismlari bu yerda. Motam Saro, ona haykali. You are my sunshine, my only sunshine. Qarshi Namanganga kelib, Namanganni o'zimni hayotimga o'xshatdim. Polni past balandliklardan iborat. Birinchi bo'l. Tepada domlar bor, o'sha pastlik, bu yoq yana dom ketgan. Bu joyga Afsonaning vodiysini qo'yib yuborishgan. Yoniga dom qurib yuborishgan, tepalar ham dom bo'lib yotibdi. Ko'ryaptimi? Polni baland past bo'lib yotibdi. Oyoq olib ketdi, tepaga chiqaman, pastga tushaman. Namanganning ambasadori bo'lgan Namangan yuzi Afsonalar bog'iga kiramiz va mana charxpalaning tepasida fokus ko'rsataman. Qalay? Afsonalar vodiysi.
Nima dedimmi? O'zbekiston, yangi O'zbekiston dedimmi? Afsonalar vodiysi okey. Afsonalar vodiysining ichiga tushamiz va ichkaridagi odamlarga fokus ko'rsataman. Mana charxpalaga chiqdim kelyapti. Chunki bu O'zbekistondagi eng katta charxpala. Davay! Amerikanskiy golga ham bor ekan. Eng kattasiga. Uchamizmi? Oppalarniga. Davay, paginali. Afsonalar vodiysiga kirib keldik. Bolalar, bu yerda birinchi qilinadigan ish O'zbekistonda yagona bo'lgan charxpala, drop undan keyin amerikanskiy gonkoyda uchib ko'rish. Tushunasizlarmi? Bular eng kattalari. Bilmadim endi menda duxi yo'q, bir qo'rqoq odamga bo'lsa, qanaqa bo'lishini videoda ko'rsanglar bo'ladi. Men shuncha risk qilib sizlar uchun kontent ishlayapman. Shuning uchun like spachka, pachkaga kalla qo'ysanglar, 100 mingta bo'lib olamiz tezroq, и knopka olamiz, bolalar. Давайте. Shahri tayyormisan? Yo'q. Ay, Shahri bo'tda krayniy deb bor. Shahri mendan battar qo'rqib yotibdi. 40 ming so'm. 2 kishiga 80 ming bo'ladi. Ha? Kartangiz bormi yo'qmi? Karta qanaqa? Dami olmam bor. Yo'q, afsonani kartasi yo'q. Dami olmam bor edi, okey. Nu men bu turuvni qaragin, mana. Uni bir o'ldiraman deydi-ku bu. U mayli, mencha men bu. Tepaga olib chiqib aylantirib turadi, keyin nima qilsang qolib qo'yib yuboradi. Qani kecha Magic City bolalar bor edi. Magic City bolalari qani? Hozir bitta bola topishimiz kerak, sababi tepaga chiqqan paytda men u bolaga fokus ko'rsataman. Umrbod esa qoladi. Yo'q, qizlarni olib chiqib ketamiz bittasini. Bitta nomerini olib bersangiz. Yo'q ale. Men unaqa isqirtishlaringni aralashtirmayman. Men pok bo'laman. Poklar uchun. Dop qo'yib ol boshimni, Yo'q. Bolalar, biz bir kishi emas, 2 kishi topdik. Namanganning go'zal qizlari. Oldin chiqamizlar? Yo'q. Chiqmaganmiz. Chiqmaganmisizlar? Namanganlikmisizlar? Yo'q, chiqib ko'rmaganmiz. Qo'rqaman. Qaranglar, men sizlarni vodka olib chiqish uchun Toshkentdan kelmanmi? Bo'pti, aka, ketdik tepaga. Bolalar, bitta intervyu ushlab qo'yaman. Videoni oxirida mas charxpalay bilan bitta ish qilaman. Ungacha sizlar bo'pti. Yo'q, o'zingizlar bilasizlar, ketdik. Davay jigar. Birinchi mujik bo'lib qizlarni o'tkazib yuboramiz. To'xtang. Ismingizni so'ramanimi? Mastona. Mastona? Mastona. Yaxshi, siznikichi? Muxlisa. Muxlisa? Yaxshi. Men kimligimni bilasizmi? Qayerda ko'rgansiz? Instagramda. Maktabdagi serialda ko'rganman. To'ppa-to'g'ri, student degan serial edi. Shahri tez chiqib. Shahri duxoshir, hali dropga chiqishimiz kerak, amerikanskiy gonkaga chiqishimiz kerak. Уже bu qo'rqityapti meni. To'xta, sal teparoqga chiqib olaylik. Men geroylik qilib fokus ko'rsatib tashlayman, yoritib tashlayman deb chiqib qimillagim kelyapti. Voy, qulog'im bitib qoldi. Ha, quloq bitib qoldi. Voy bila, davleniya oshyapti. Boshim og'riyapti. Charxpalayning eng tepasiga chiqdik. Endi qarang, sizga savol. 54 ta kartaning ichidan bitta karta ayting. Yo'q, karta ayting. Karta. Tuz. Tushunasizmi? Qo'limda tuz turibdi. Yo'q. No, okey, ozgina adashdim. Karol qarg'aydi bu. No, meni qo'limda koloda bor. Koloda karta. Vнимательно qarab turasiz kolodaga. Qo'yadigan bo'lsam, bitta tuz qoladi. Eng qizig'i koloda уже yo'q. Qani? Bu tuz sizga. Voy. Ucha, kruto. Karta qaqib ketdi, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yebach, fokus bilan chalg'idim lekin. Voy. Shahri bitta bajarangni ko'rsat. Ne o'zingdan qo'rqmayotgan kishini yasab olsa. Chunky korkmayman. Muxlisa bilan Mastona. Iyo. Yubbat chiroyli. Da. Qayerda qoldi anu idishi o'zi umuman kartalar qayerda qoldi? Voy, nima dedingiz? Fokus. Ishonmayman dedim. Ishondingizmi endi? Ishondim. Umuman Instagramda ko'rganda ishonmasdim-da. Qo'lda nimadir qiladirdim. Hayotda ko'rdim. Ko'pchilik montajda bo'ladi. Ishonmasdan iloji yo'q ekan. Majbur qildim ishonishga. No, okey, hozir pastga tushgandan keyin dropga chiqamiz. Dropga chiqasizlarmi? O, ana, qani. Voy, bu dropdan balandek, mana. Tepaga olib chiqadi-da. Pastga tushadi. Amerikanskiy gonkagachi. Mayli, okey. Jigar, O'zbekistondagi eng baland charxpalayning eng tepasidaman. Ja, maqtanadigan narsa emas, okey. No, maqtanadigan narsa kechki payt bo'ladi.
Bo'ldi, paginali. Aka, chiqim kelmayapti-da. Chiqamiz, undan keyin amerikanskiy gonkaga ham chiqamiz deb qolasan o'zing, ishonma. Jigalı astelik açın resimga tushvalisti. Ketdi! Chaqirib tegotov. Yo'q. Tepasi qara. Narsani qo'yib tursa bo'ladi? Assalomu alaykum. Telefonga olamiz, davay. Kamerani ham qo'y. Shahodat! Shahodat! Yo! Ебать! Shahri! Strasda! Bolalar уже tepadamiz. Ебать! Yo'q, qachon tashirkan, yetib tashirmagan? Yo'q. Wow! Yaxshi. Tushadi hozir. Davay! What the hell? Eng qiziqichi omonman. Voy, блядь. Shahri, men ham olmanmi? Gemit korkani açın video goli madi. Pipet. No normalno. Okey. Amerikanskiy gumkacha ozgina duq yig'ib oldik. Tayyormisan? Shahri. Albatta. Ma. Muziklar har doim tayyor, a? Hozir basharasini ko'rasizlar. Keldik. Shahri, tayyormisan? Albatta, muziklar har doim tayyor bo'ladi. Okey, hop. Quloqga tepma uka. Вот, это наш тачка. Jigar, o'lib ketmaymizmi? Точно? Assalomu alaykum. Nafas olishga qara deydi. Shahri? Aka, men uchaman. Sразу uchib qoldim. Chakang ham uchadimi? Yo'q, o'zim ham uchib qolishim mumkin. No, okey. Paginali. Kimligini yechib olishgan. Antlardan o'tish kerak hali. Bu tanaffusga chiqadigan zvonok emas edi. Bu qo'rquvlarni yengish uchun chalinadigan qo'ng'iroq edi. Paginali. Voy, Shahri. Gadi aka. Voy, anuni. Voy. Shahri! Boshlanadi hozir. Nima? Easy? Easy. Ketdik aka. Boshimiz o'tmagan. Akajon. Ha? Voy. Qilar chiqib qo'y, yaxshimisiz deydi. Tugadi.
Voy nima deb nima o'tirishga beshligi. Agar bor-ku, Amerikadagi Ferrari'ga borib uchadigan bo'lsak borib. Zo'r ekan lekin, vashi yo'qdi menga. Menga ham yoqdi, faqat bir pas turib yoqadi. Ozgina o'zimniki olib. Bizlar narsalarni biladi, jigar. Bular kamerachi o'girilib aylanib ketdi, oldi-orqa olib. Yonga, bu yoqqa yomon urar ekan. Menmi bor-ku, chiqib ketdi deb zo'r ushab turdim, bor, otilib chiqib ketdi dedi. Attraksionlar menga kayf berdi, ana endi odamlarga men kayf beraman Fox bilan. Kelinglar jigar. Kuzatuvchilar, obunachilar, SCHO'ga podpiska bosib qo'ysanglar, sizlar ham meni videomga chiqsanglar bo'ladi bemalol. O'z bosmaganlarni ham chiqarib tashladim bo'yi. Qarang, kaloda karta bor. Ichi bo'mbosh, to'g'rimi? Точно? To'kama, ikkita qo'lingizni oching. Ha, qo'lingizga kalodani kartasini, korobkasini qo'yaman. Yopasiz, mana shunda ushlab turasiz. Endi qarang, hamma kartalar har xilligini men sizga ko'rsataman. Shu kartalar bir xil, keyin o'zingiz tutqizib qo'ydingiz yoki nimadir bo'lmasligi uchun. Как будто 32 ta karta, shuning ichidan o'zingiz xohlab bitta karta tanlab olasiz. Okay? Boshladik. Kartani stop deysiz. Kartani sotib o'tgan paytimda, undan keyin tushgan kartani olasiz. Shu tushunarli bo'lishi uchun men sekinroq qo'yaman. Davay, boshladik. Bo'ldi. Shu yerdami? Qarang, stop degan joyingiz. Kartani ochyapman. Oling, brat, siz kartani. Ko'ring, eslab qoling. Bo'ldimi? Kameraga ham ko'rsating. Qarang, shuncha kartaning ichidan imini shu kartani oldingiz, to'g'rimi? Tiqib oling orasiga. Aha, yopib boraman. Qarang, teleportatsiya nimaligini bilasiz, to'g'rimi? Yoki bitta odam bitta joydan ikkinchi joyga ko'chib olishi. Kartalarda bilan. What? Kartalar bilan ham shu narsani qilsa bo'ladi. Kartalar orasida sizning kartangiz bor. Kartangizni olyapman. Ko'ryaptimi? Istalgan karta shu. Nimaligini bilmayman, hozir bilib olamiz. Kartangizni olaman-da, korobkaning ichiga otaman. Tushunasizmi? Siz tanlagan karta kolodani Siz tanlagan karta korobkaning ichida. Yo'qmi? No, okey, bizda ham o'xshamay turadi. Karodani mana shunday o'xshab turasiz. Shunday o'xshab turing. Qarang. Qo'limda hech narsa yo'q. Korobka to'g'rimi? Ozgina silkitib o'raman. Ustiga qo'lim bilan yurg'izadigan bo'lsam, korobkaning ustiga bitta kartaning rasmi tushib qo'yapti. 10 olma. 10 olma istalgan kartam? Точно? Aytganimda bir ko'p reaksiya olaman, bir 0 reaksiya olaman. Nima, qani? Hayron qoldingizmi? Aha, albatta. Zo'r. Minus auraga o'ynavardi cho'ta bu Fox. No, aka, mana apti brat tursak bo'lib qoldilar, hayron qoldim. Qaladi. Hayron qoldi aka. Yaxshi. Qalay Fox, marhamatlar. Zo'r. Ana endi videoni kulminatsiyasiga kelyapmiz. Ko'rib tursanglar, o'sha Instagramda ko'rsatib bo'lganman bu narsani. Na samом деле qanaqa qilinganini ko'raverasizlar. Bolalar, Namangan afsonalar vodiysiga bitta sovg'a tayyorlab qo'ydik deyishgan edi. Bu sovg'a. Welcome Gambit. Не знаю. Shunaqa maza qildim. Rahmat kattakon mehribonlik uchun, shuncha kutib olganingizlarga, videoni ko'rayotganingizlarga. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi viloyat qaysi bo'lishini обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Videoga like bosib, spachishga berish esdan chiqib qolmasin. Tayyor. Yurak to'la adrenalin va bir to'da shirin xotiralar bilan biz keyingi manzilga yo'l oldik. Bizda keyingi manzil